Avaz o'tar 1984-yilning avgust oyida Xiva shahrida sartarosh oilasida dunyoga keldi. Shoirning otasi Palvon Niyoz O'tar Gadoyniyoz o'g'li xalq orasida usta nomi bilan mashhur bo'lib, zamonasining mashhur shoir va san'atkorlaridan Ogahiy, Komil, Bayoniy kabilar bilan qalin do'st bo'lgan. U saroyda sartaroshlik qilgan. Avaz o'tar dastlab maktabda, keyin esa Madamin Inoq madrasasida tahsil oladi. Avazning adabiyotga havasi juda erta uyg'onib, madrasada o'qib yurgan davridayoq Sharq adabiyoti mumtoz vakillaridan Hofiz Shiroziy, Abdurahmon Jomiy, Lutfiy, Alisher Navoiylarning ijodi bilan yaqindan tanishib va ularga ergashib mashqli she'rlar yoza boshlaydi. Avaz o'tar tez orada xalq o'rtasida tanilib, she'rlari sozanda va xonandalar tomonidan kuyga solinib, qo'shiq bo'lib aytila boshlanadi. Avaz o'tar sevgini sadoqatsiz, mehrni oqibatsiz tasavvur qila olmaydi. Shoir Ozarbayjon adabiyotining buyuk siymosi Muhammad Fuzuliyning hur muhabbat va shaxs erkinligi masalasiga bag'ishlangan Yozmishlar radifli g'azaliga go'zal muhammas bog'laydi. Muhammasda shoir insonlarning baxtli bo'lishlari ijtimoiy tuzum bilan ham mustahkam bog'liq degan xulosaga keladi. Ma'rifatparvarlik g'oyalarini keng targ'ib etish Avaz o'tar ijodiga xos xususiyatlardan biridir. Bu uning til, maktab, xalq, fidoyi xalqim, topar ekan qachon degan she'rlarida yaqqol ko'rinadi. Fidoyi xalqim, fidoyi xalqim o'lsin tanda jonim, bo'lib qurbon anga ruhi ravonim. Gar o'lsam darbadar mazlumlar uchun, budur maqsudi qalbi notavonim. Mani solsa fano yo'liga davron, yurur ustumdin avlodi zamonim. Umidim yashasin maktab bolasi, alar har biri bir she'riy jayonim. Na yaxshi o'ylakim ma'qulu manzur, avaz xalqim uchun to'kilsa qonim. Shoir ijodi juda ham rang-barang bo'lib, qamrovi nihoyatda keng edi. U mumtoz, adabiyotimizdagi g'azal, muhammas, mustazod, musamman, murabba, tarjiband, soqinoma, ruboiy, qit'a, fard kabi turlarida ijod qildi. Avaz o'tar nihoyatda qisqa umr ko'rdi. U 1919-yilda